Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz, hurmatli tarozi burch sohiblari. Sizlar uchun tarot xaritasidan xabar noyabr oyi uchun. Bu shunchaki kayfiyat uchun. Xo'sh, asosiy maqsadlaringiz nima? Asosiy maqsadlaringiz tezroq pullaringizni to'plash, haqqingizni ajratib olish, mehnatingizga yarasha taqdirlanishingizni xohlash, sizni qadringizga yetishlari kerak, bo'lmasa jahlingiz chiqmoqda. Xuddi shunga o'xshagan asosiy maqsadlaringiz bor. Hozir shu kecha kunduzda nimalarni o'ylayapsiz? Shu kecha kunduzda juda ko'p niyatlar qilyapsiz, orzular, iltimos, orzu ko'p qilmanglar, orzu zarar. Ko'p orzumandsizlar, tarozi burch sohiblari. Orzu mumkin emas sizlarga. Hammasi joy-joyida ketyapti, bo'ladi. Siz faqat reja tuzishingiz kerak. Orzu mumkin emas. Ko'p orzuga berilyapsiz. Orzular qilmang. Orzular bu illyuziya. Undan tashqari nima bo'lishi kutilmoqda? Pul keladi, lekin katta emas, ammo pul keladi. Pulingizni to'plab qo'ya olasiz, ya'ni ortiqcha sarflamaysiz u pullarni. Undan tashqari sizda ozgina nedovolstvo bor noyabr oyida. Voy, kam topdim, sizga g'oyibidan pul kelyapti. Sizga g'oyibidan. Siqilib o'tirmang. Sizga g'oyibidan. Sizni hamma yaxshi ko'radi. Siz telefondasiz, muloqotdasiz, onlayndasiz yoki onlayn biznes ochasiz yoki onlaynda kim bilandir tanishasiz yoki onlaynda sizga qanaqadir ishlar taklif qilinadi yoki onlaynda siz ko'proq nimanidir hal qilasiz, hatto shaxsiy hayotingizni yoki shaxsiy biznesingizni onlayn, keyin undan tashqari qanaqadir safarga ham chiqishingiz mumkin. Sayohatga ham chiqishingiz mumkin. Yana bu sayohatlar bilan ham bog'liq. Nimanidir rejalashtirib yuribsiz, o'sha rejangizni amalga oshirishi bu ham yaqinlashadi, amalga oshadi. Faqat sizdan xotirjamlik kerakda, sizda ikkilanish kuchli, bu minusingiz. Keyin sizda ko'p orzu qilasizlar. Mana shu minus. Orzu qilmanglar, hammasi joy-joyida. Siz baribir g'alaba qozonasiz. Faqat reja tuzinglar. Rejaga qarab rol o'ynanglar. Orzuga qarab rol o'ynamanglar. Hammasi ajoyib sizlarda. Hammasi ajoyib. Faqat sizlar orzu qilib noto'g'ri qilib qo'yasizlar hamma narsani. Sizlar faqat reja tuzsanglar, pulsiz qolmaysizlar. Ya'ni sizlarda faqat aniq maqsad reja bo'lishi kerak yoki aniq bir ishongan do'stingiz bo'lishi kerak. Bir o'zingiz eplolmaysiz baribir. Bir o'zim eplayman deb gapirasiz, bir o'zingiz eplolmaysiz. Sizga yo yaxshi maslahatchi kerak yoki yaxshi sirdosh kerak yoki qanaqadir sizga umid beruvchi, motivatsiya beruvchi odam kerak. Bir o'zi, chunki siz tarozisiz. Tarozini bir pallasiga kimdir tiyagalik, ya'ni tiyaga vazifasini o'tab turishi kerak. Bir o'zingiz erisha olmaysiz. Mana sizda hammasi yaxshi. Pul to'play olasiz, sayohatlar, hammasi, mehmonga borish, sevgi, munosabatlar yaxshi va jiddiyroq bo'lib qolasiz, qanaqadir jiddiyroq. Bu jiddiylikka xuddi hayotingiz musobaqa ekanligini bilasiz, musobaqadek bo'ladi. Nimanidir kim bilandir tortishasiz, talashasiz noyabrda. Kelishuvlar, qog'ozlar, hal qilish uchun yugurishlar, xuddi shu holatlar bo'ladi. Lekin juda ajoyib yangiliklar bo'ladi. Siz albatta pullaringiz, jamg'armangizni to'plashni boshlaysiz. Albatta pul to'plashingiz kerak. Siz odamlar uchun yashamang, o'zingiz uchun yashang. Odamlarga ko'rsatish uchun emas, o'zingiz uchun yashashga o'ting. Hurmatli tarozi burch sohiblari, juda chiroylisizlar, juda sevimlisizlar. Sizlarga hech kim masalan mushugingni pishtamaydi degandek shunaqa munosabatda bo'ladi. Chiroylisizlar, erkatoysizlar, to'g'ri, mehnatkashsizlar ham shu bilan birgalikda. No, sizlar ko'proq orzumandsizlar. Orzu sizlarning dushmanlaring. Orzu qilmanglar. Orzu mumkin emas. Orzu ko'p qilasizlarda o'xshamay qoladi, keyin kechqurunlari yig'lab g'alati bo'lib yurasizlar. Qanaqadir o'zingizlarda xuddi orqasidan pichoq urilgandek og'irlikni his qilib, qanaqadir yomon narsalarni o'ylab, maqsadlar qolib ketadi. Reja tuzing. Faqat reja, faqat reja, faqat reja. Reja tuzmasangiz bo'lmaydi. Sizga faqat reja. Eski отношения, eski yoqimli suhbatlarni hammasini tark etasiz. Va siz manipulyatsiya qila boshlaysiz. O'zingiz rejalaringizni amalga oshirish uchun manipulyatsiya yo'nalishiga o'tasiz. Bu to'g'ri yo'l bo'ladi. Ha, boshqa ilojingiz yo'q. Reja tuzmasangiz bo'lmaydi. Reja tuzsangiz adolatli bo'ladi. Shunda pul, sovg'alar va ajoyib yangiliklar bo'ladi. Boshqaruv ham sizga o'tadi. Marhamat.